Assalomu alaykum mushukbozlari. Bugun mana 2026-yil 25-may. Mana qaranglar, ko'nglismon. Bu bunaqa uzumni eng bunaqa tagini tashlab yuboradi. Ko'pchilik payvand qilmaydi, qattiq deb. Mana ko'nglismon qilib 3 burchak qilib ochib, mana 3 burchak qilib mana shu yerga mana joylab, mana o'rab qo'ysa bo'ldi. Pastini ham o'raymiz, mana. Shashilmay ko'rsatib beryapman, mana ko'rlang mana. Endi shuni shunday pastga tortamiz. Mana. Deb pastga tortib turib, yana o'raymiz. Mana sekin. Mana. Mana yana mana o'zidan bunday qilib turib, ipga o'xshatib mana mahkam yana bu o'zi bunday ushlasak ussak o'zi uzilib qoladi bu. Endi yana men ham mahkam qilib bunday qilib qo'yapman men haligi. Bu juda ham noyob, qimmat navligi uchun mana shunaqa qilib payvand qilyapman erinmay mana. O'sha tashlab yuboradigan joyini ham mana shunday payvand qilib qo'yiladi. Xudo xolasa bu mana baklari bilan mana hammasi. Mana bunisi ham mana bu yerdan payvand bo'lgan mana. Xudo xolasa shunday ushlab qoladi mana. Nima ikkita ulab qo'ydim mana.